bir oy ichida benzin narxi sezilarli darajada oshdi. O'zbekiston tovar xomashyo birjasida benzin narxi bir oy ichida 13,5% ga o'sdi. 5-mart kuni AI92 1 tonna narxi 11,84 million so'm bo'lgan bo'lsa, 6-aprel kuni 13,43 million so'mga yetdi. Birja savdolarida eng katta o'sish dizel yonilg'isida qayd etildi. Uning narxi 13,1 million so'mdan 16,2 million so'mga chiqib, 22,8% ga oshdi. Paxta tolasi narxi 17,6 million so'mdan 19,4 million so'mga chiqib, 14% ga o'sdi. Bu xomashyo segmentida ham faollik oshganini ko'rsatadi. Ayrim tovarlar arzonlashdi. Eng katta pasayish paxta yog'ida kuzatildi. Uning narxi 17,9 million so'mdan 12,3 million so'mga tushib, 31,3% ga kamaydi. Shirot narxi 6,9% ga pasaydi. Suyultirilgan gaz 8% dan ortiq arzonlashdi. Sement va shakar narxlari esa deyarli o'zgarmadi. Xabar bo'yicha fikringizni izohlarda yozib qoldiring hamda Kapital.uz kanaliga obuna bo'ling.